Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa inkubatorlarimizni obzor qilib o'tamiz. Xudo xolasa biz bilan birga bo'linglar. Podpiska va like testdan chiqaringlar, kommentariya izohlarni qoldiringlar. Keyingi safar qanaqa video qilishimizni aytib o'tsalar ham Xudo xolasa qo'ldan kelgancha uni obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, biz unda sekin inkubatorlarimizni obzorini boshladik. Bizda hozir 15 talikdan 64 talik, 128 talik, 192 talik variantlari bor. Xo'p, bular narxlari hozir aksiya paytida hozir hammasi где-то bir 20-30 dollardan tushgan payt. Xo'p, endi eng kichkinasidan obzor qilib boshlaymiz. Buning ichida o'zini mana shunaqangi daftarchasi 220 yo'llanmasini va mana shunaqangi o'zini o'sha ichiga ximikatlarni sepadigan, mana shunaqa sepadigan o'zini daftarchasi bo'ladi. Keyin ikkita yoniga mana shunaqangi ikkita idishchasi bo'ladi. Namlikni boshqarish bilan yonida mana shunaqangi ikkita teshigi bor. Ikkita teshigiga bu ichidagi shlanka bilan birga suqib qo'ysalaring, namlikni o'zi boshqarib turaveradi. Keyin bunimiz bitta afzalligi mana shunaqangi bonus tarzda 12 voltli akkumulyatorga ishlaydigan provodnoy simini o'zimiz olib berganmiz bonus tarzda. Xo'p, bu 220 ga ishlaydi. Adashmasam 50 watt tok tortilgan. Qopqonlar moshni splashni yopiladi. O'zining ikkita metra teshikcha dimoxodlari bor. Har xil hitni bo'lmasam oqsiz shoxobod chiqarib olish uchun. Xo'p, bu har 2 soatda o'zi aylantirib turadi. Panarlari boshqarishlari juda oson. Setni bitta bossalar ham o'zlaring legirovka qilaverasizlar bemalol. Gradus bu faqat gradus ko'rsatadi, aylantiradi. Fanarlari ham bor, bemalol tuxumni holatini ko'rib olsalar ham bo'laveradi. Xo'p, bunimiz narxi hozir aksiyada 70 dollar qilib beramiz. Xo'p, endi 64 taliklari. 64 taliklari lyuks, polyuks variantlari bo'ladi. Lyuks, polyuks variantlarini har xil buni masalan lyuks variant nimada lavhalar, polyuks varianti farqini nima desalang, materiali sal yuqoriroq bo'ladi. Ichida havo tezroq chiqib ketish anaqa bo'lib bo'ladi, tezroq chiqib ketadi, to'g'rirog'i. Lyuks varianti bo'lsa havo chiqib ketishi kamroq bo'ladi. Nimagaki ustida materiali qalinroq bo'ladi. Buni tuxumni qo'yish, tuxumni olish juda nima deydi, qulay. Bunisi bo'lsa faqat ash qopqog'ini ochib, keyin tuxumni olib qo'yishing kerak. Bunda mana shunaqangi tortmaydi. Xo'p. Bular narxi, lyuks variant narxini 110 dollar, bunisini esa 120 dollar qilib beramiz. To'g'riroq 110 ga 120 dollar qilib beramiz. Xo'p. Buni fanarlari o'sha o'zini rejimlar mana shunaqa moda yozuvini ezib tursangiz, mana bu yerda to'g'ri rejim, o'z Android rejimlari, o'rdak, g'oz, bedana tuxumlar, yirikroq tuxumlar ham bemalol legirovka qilsalar ham bo'laveradi. Modeli bosib tursangiz, bemalol o'zi legirovka qilib beraveradi. Agar yo'q, o'zim legirovka ham qilaman desangiz, mana shu o'tdagi Android rasmiga qo'ysalar ham modelni bosib, mana shu rejimni bosib turib, setda bemalol plus minus qilib, namlikni ham ko'rsalar ham bo'laveradi, namlikni boshqarsalar ham bo'laveradi. Buni o'zining ichida mana shunaqangi shlankalari, idishlari chiqadi. Shunaqangi o'zining idishlari chiqadi. Xo'p, 220 yo'llanmasini bunda bonus tarzda o'sha 12 voltli akkumulyatorga ishlaydi, 80 watt tok tortadi. Xo'p, mana shunaqangi suv yetkazib berish uchun bunaqangi kapilni paliqli yetkazib beradigan shunaqangi shlankalari bo'ladi. Lyuks variantlarni. Bu lyuks variantlarda bunaqa sharoit yo'q. O'zining orqasida yana ikkita teshigi bo'ladi. O'sha ikkita teshigning bittasini mana shlankani tiqib qo'ysalar, o'sha legirovkani bitta to'g'rilab turib, ichiga qancha suv bo'lsa to'ldirib qo'yaverasizlar. Buni bo'lsa, mana bu yerda ikkita, uchta joyi bor, mana shundan bemalol qaysi biridan bo'lsa ham suv to'kib qo'ysangiz, o'sha tagiga mana shu ichiga o'zi suv yetib boradi. Namlikni o'zi keyin ko'rsatib turaveradi. Xo'p, endi 128 taliklarga o'tamiz. 128 taliklarda polyuks, lyuks variantlari hozir bizda mavjud. Xo'p, bu ham 80 watt 12 voltli akkumulyatorga ishlaydi. Ishlashlari hammasi bir xil ishlashlari, rejimlari bor. O'sha o'z legirovkangiz qilsangiz bo'ladi. Plus minus o'sha namlikni ko'rsatadi. Fanarlargacha bor, xudo xolasa mana. Keyin bu polyuks variant bitta plus tarafi o'zining ustida dimoxod bo'ladi. Mana shunaqangi. Hozir mashq holatda ochiq turibdi. Mana yopib qo'ysalar ham bo'laveradi. Ichida har xil zaharli masalan tuxumni hidi chiqadimi, boshqa narsalar bo'lsa chiqarib olish xususiyatiga ega. Mana bunisi shunaqa tortmali bo'ladi.
bemalol tuxumlarni terib, bitta qavatiga 64 ta tuxum sig'adi. 128 talik Pollux, lyuks variantlari. Bular narxini esa, hop, $135 ga $145 qilib beramiz. Endi mana shunaqangi 192 talik inkubatorlarimiz bor. Buni ham ishlashi bir xil. Bu 3 qavatli bo'ladi. Har bitta qavatiga 64 tadan tuxum sig'adi. Buni ham terasida demaxodi bor. 192 talik hozir ko'kidan qoldi. 192 talik sarg'idan tugab qoldi. Mana shunaqangi o'zining ichidan luboy, hamma inkubator ichidan o'zida mana shu pokay chiqadi. O'sha pokay ustida tursa, ichida issiq havo chiqib ketishi kamroq bo'ladi. Biz buni o'sha abzorga tayyorlab shunaqa ustiga pokayni o'rab berdik. Bu ham 64 taligi, 64 talik shu holatda qo'ysalaring, bemalol o'zimizning terasida mana fonar uchun joy ajratilganmiz, demaxodi uchun joy ajratilgan. Xo'p. Endi buni 220 ga ishlaydi. 192 ta bemalol so'radi. Mana ko'rishlaringiz 80 va tok tortadi. 12 voltlik akkumulyatorga ham ishlayveradi. Xo'p, buni narxiga to'xtalib o'tsak, 192 talikda ko'k o'sha Pollux variantini, xo'p, $155, lyuks variant sarig'ini $165 qilib beramiz. Xo'p, kimga yana boshqa narsa inkubatorlar 5000 taliklari yoki 500 ta 1000 taliklari ham mavjud. Ular hozir zakaz orqali Xitoydan keladi, chunki ular halol emas. Kimga zarur bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Описаниеda ekranlarda nomerlar qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska va like va izoh yozish esdan chiqmasin.